Bilasizlar, Sokin makon 2 ni kadastrlari chiqqan, tez orada odamlar ko'chib kirishni ham boshlaydi, oformit qilish ham boshlanyapti. Shohruh bir dona srochniy variantimiz chiqib qoldi. 27 ming dollar boshlang'ich to'lov bilan oyma-oy 5,5 million so'mdan to'lab 3 xonali xonadonni xarid qilishingiz mumkin. 5,5 million so'm tayyor remontli uy oladimi? Xuddi shunaqa 450 dollardan ijaraga to'lagandan ko'ra o'zingiz uyingizga to'laganingiz ma'qul menimcha. Gap yo'q, bitta ko'raylik bo'lmasa. Uyga ko'rsataylik. Toza remontli uy ekan. Shundoq ko'chib kirib yashaydigan. Okey? Bu uyimizning kvadrat metri nechi? Shohruh 72 kvadrat razdelli 3 xona bo'ladi. Zo'r ekan. Planirovkasini bitta ko'rsatib bering, klientlarimizga tushunarliroq bo'lishi uchun. Qaling, bir boshdan ko'rsataman. Kiraverish qismi, o'ng tarafimizda stroyniy shkaf uchun joy, и bizani razdelli sanuzorlar kutib oladi. Shakillar ham yaxshidan qo'yilgan. Bu yoq qismi hojatxonasi, ko'rsating. Shohruh keyin eshiklarga e'tibor berasiz. Juda ham sifatli eshiklar qo'yilibdi. Oshxonamiz qismi, oshxonaning 1/3 навесной balkoni bor, и bonusiga bitta vitchkamini gaz plitamiz qoladi. Keyin dolkonturni kotelda isitib ko'rsatib qo'ying. Bu juda ham ekonomik hisoblanadi. Hamma biladi buni. Zo'r. Xonalar ketma-ketligi Shohruh. Birinchi xonamiz detskiy xonasi, ko'rsating. Keng, yorug'. Ikkinchi xonamiz bizani взрослый spalniy, ya'ni kattalar yotoqxonasi. Uchinchi xonamiz keng, yorug', 3 ga 5,5 razmerdagi zalimiz Shohruh. Juda ham kengligini qarang. Bemalol 10 ta stol qo'yib, joy qo'ysangiz bo'ladi Shohruh. Zo'r ekan aka. Uyimizning bosh to'lovi 27 ming dollarmidi? 27 ming dollar boshlang'ich to'lov mana oyma-oy 5,5 million so'mdan, ya'ni 450 dollardan boshlab bo'lib to'lashga beramiz. Agarda uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Qo'shimchasiga bizning Telegram kanalimizga ulon bosinglar. Yana bir xonali, ikki xonali birlamchiga to'g'ri keladigan xonadonlarimiz mavjud. Bemalol ko'rib, tanlab telefon qilsanglar bo'ladi.